uyga qachon kiramiz? Qayerda yashayapsiz Temurbek desam, ko'chada deb aytibdi. Bu bolani nima aybi bor? O'g'il kimlar farzandga zor. Bir fuqaroni, ya'ni hozirda xonadonga kirishiga to'sqinlik qo'ygan mas'ul shaxslarga kerakli chora ko'rishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Kerakli tashkilotlar bilan turibmiz. Uchastkovoy hozirgi holatda ham yo'q. Uchastka noziriga avtomobil mashina berib qo'yibdi. Mana nega umru 00da bu yerda bo'lishlari kerak ekan, yo'qlar. qasddan bajarmayapti. Yuristlari ham shu yerdalar, majburiy ijro, ya'ni xodimlari shu yerda. Lekin uchastkovoy hali ham yo'q. Ajablanarli holat. Ikkinchi marta fuqaro yana ko'chada qolishi. Buzib olib kirish bo'yicha kirish kerak, ko'chada qolmaydi-ku. Yo, siz xotin-qizlar faolsiz-ku, keling. Xabarnoma olganmidingiz, polis bilan qabul qilgan ekansiz. Nega umr 00da sizni shuncha hisob qildi? Fuqaro taqdirichi? Fuqaro taqdiridan sud hal qilinadi, fuqaro taqdiri. Sud hal qilib bo'lgan-ku. Yo'q, bu yerda majburmasman degan gap yo'q. Sababi qonun hamma narsadan ustuvor, to'g'rimi? Bu joylashtirish uchun o'sha yerda hozir baribir kirgizmaydi uyga. O'sha yerda reabilitatsiya sentr yo nima ona uy, nima bor, o'sha yerda nima taklif berasiz? Siz xotin qizlar bo'yicha shu ishlasangiz, qayerda joylashtiramiz? Bu holat bo'lgani uchun, ya'ni majburiy ijro tarafdan qonuniy bular kirishga haqlari bor. Kecha sudda qarori bo'lgan, bular ham kirishi Yo'q, ikkinchi taraf kerak emas. Hozir tushuntiryapti. Hozir vaqtincha qayerda joylashtiramiz? Nima hozir bizda variant bor. Xo'p, agarda unda ham yana shu tashkilotlar kelmay qolsa, bu fuqaro sarson bo'lib shunaqa yuraveradimi? Nigoraga yetib, ber kiyimini dedi, to'g'rimi? Bolam kiyimsiz, ko'cha sovuq, o'sha kun salqin tushdi, kiyimi bermayapti. Xudo xohlasa, Temurbekni uyiga ham olib kiramiz. O'zi aytganidek, oyisiga chiroyli uylar ham olamiz, to'g'rimi Temurbek? Oyog'ida tapchikada yuribdi-da. Issiq uyda ham yotmayapti-da. Bolani orzu havasidan mahrum qilib, bolani bolaligini, ya'ni his qilishiga qo'yib bermayotgan, ya'ni sizni qanaqa deb atash mumkin? Nega u nizoli oilaga bunga yashashga huquq beryapti? U ayol bermaydi bunga yashashga. Bolada nima ayibda, to'g'risida? Misol gapiryapman, o'sha ko'zimga yosh kelib ketyapti-da. Haq huquqi bor, qonun bu tarafda, lekin ayol hali ham ko'chada. Katta bo'lsang kim bo'lasan, Temur? Bilaman. Bitta xonada ikkita ayol yana baribir urushib yashayveradigan bo'lsa, O'sha sababdan shu uyni hal qilish kerak-da. Men huquqiy tomondan surishtirib baribir qonunlarni, moddalarni ko'rganingizda shu uy masalasini nima qilsa bo'ladi? Oyimiz qachon xabar qilib bilmayman. Hozir biz ko'chada yuribmiz. Ko'chada, ya'ni ayol farzandi bilan yana ko'chada qolyapti.